Din ta'limotlari. Har bir jamiyatning e'tiqod masalalari, amaliy hayoti va ruhiy ma'naviy jihatlari bo'ladi. Bularsiz inson va u mansub bo'lgan jamiyatning hayoti bo'lishi mumkin emas. Hatto dinni inkor qiluvchilarning ham o'ziga yarasha e'tiqodi bo'ladi. Zotan dinga ishonmayman deyishni o'zi ham o'ziga xos e'tiqod hisoblanadi. Shuningdek, har bir inson jamiyatining ham kundalik hayotida amal qilishi lozim bo'lgan shiorlari, o'zaro va boshqalar bilan bo'ladigan muomalalarni yo'lga soladigan qoidalari, hayot kechirish jarayonida paydo bo'ladigan amaliy muammolarni hal qilish yo'llari bo'ladi. Inson jamiyati borki, uning axloq odob qoidalari, insoniy sifatlarni hosil qilish va ularni hayotga tatbiq etish masalalari bo'yicha o'ziga xos tushuncha va uslublari mavjud. Albatta, insoniyatni ikki dunyo saodati bilan ta'minlashi lozim bo'lgan islom dinining ham ushbu yo'nalishlarda xizmat qiladigan ilohiy asoslari mavjud. Hozir o'rganishni qasd qilib turganimiz Jabroil hadisi mazkur yo'nalishlarni bayon qiladi. An Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu qala: "Baynama nahnu 'inda Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam zata yawmin إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الخمسة. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida edik. Birdan ustimizda oppoq kiyimli, sochlari qop-qora odam paydo bo'ldi. Unda safarning asari ko'rinmas edi. Uni birortamiz tanimas ham edik. U kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning to'g'rilariga o'tirdi. Ikki tizzasini u zotning ikki tizzalariga tiradi. Ikki kaftini sonlari ustiga qo'ydi va: "Ey Muhammad, menga islom haqida xabar ber", dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Islom la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb shahodat keltirmog'ing, namozni to'kis ado qilmog'ing, zakot bermog'ing, Ramazon ro'zasini tutmog'ing, agar yo'lga qodir bo'lsang, baytni haj qilmog'ing", dedilar.
To'g'ri aytding, dedi u. Biz undan ajablandik. O'zi so'raydi, o'zi tasdiqlaydi. Menga iymon haqida xabar ber, dedi u. Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga va oxirat kuniga iymon keltirmog'ing, yaxshi-yu yomon qadarga iymon keltirmog'ing, dedilar. To'g'ri aytding, dedi. Menga ehson haqida xabar ber, dedi u. Allohga xuddi uni ko'rib turganingdek ibodat qilmog'ing. Agar sen uni ko'rmasang, u seni ko'rib turur, dedilar. Menga soat, qiyomatdan xabar ber, dedi. So'raluvchi bu haqda so'rovchidan bilimliroq emas, dedilar. Uning alomatlaridan xabar ber, dedi. Cho'ri o'z hojasini tug'moqligi, yalangoyoq, yalang'och, kambag'al cho'ponlarning bino qurishda bir-birlaridan o'zishga urinishlarini ko'rmog'ing, dedilar. So'ngra u ketdi. Bas bir muncha vaqt o'tkazdim. So'ngra u zot menga, ey Umar, so'rovchi kimligini bildingmi? Dedilar. Alloh va uning rasuli biluvchi, dedim. Albatta, u Jabroildir. Sizlarga diningizni o'rgatgani kelibdir, dedilar. Beshovlari rivoyat qilganlar. Ushbu hadisi sharifda islom, iymon, ehson nimaligi haqida ma'lumot berilmoqda. Hadisning oxirida esa ushbu narsalarning jami din deb atalmoqda. Demak, islom dini 3 asosiy tarmoqdan iborat ekan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam so'rovchining, ey Muhammad, menga islom haqida xabar ber degan savoliga, islom la ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh deb shahodat keltirmog'ing, namozni to'kis ado qilmog'ing, zakot bermog'ing, Ramazon ro'zasini tutmog'ing, agar yo'lga qodir bo'lsang, baytni haj qilmog'ing, deb javob berdilar. Dinning amaliy qismi bo'lgan shahodat kalimasini aytish, namoz o'qish, zakot berish, ro'za tutish va haj qilish kabi ibodatlarning islom deb atalishi shundan bilib olamiz. So'rovchini menga iymon haqida xabar ber degan so'roviga Nabiy sallallohu alayhi va sallam Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga va oxirat kuniga iymon keltirmog'ing, yaxshi-yu yomon qadarga iymon keltirmog'ing deb javob qildilar. Bu iymonning shar'iy ma'nosi haqidagi, ya'ni shariat bo'yicha iymon deb nimaga aytiladi degan savoldir va uning javobi. Javobda esa shariat bo'yicha iymonning bosh masalalari bo'lgan rukunlar umumiy ko'rinishda aytilmoqda. Allohning borligiga, birligiga, qadimiyligiga, azaliyligiga, abadiyligiga, ismlariga, sifatlariga va ishlariga to'g'ri ravishda iymon keltirish lozim. Farishtalarga bo'lgan iymon Alloh taolo va payg'ambar alayhissalatu vassalom aytganlaridek bo'lishi kerak. Har bir mo'min musulmon odam farishtalarning sifatlariga, xizmatlariga va xususiyatlariga ham iymon keltirishi lozim. Shuningdek, Alloh taoloning kitoblariga, payg'ambarlariga iymon keltirish ham Qur'on va sunnat ko'rsatmalariga muvofiq bo'lishi darkor. Oxirat kuniga bo'lgan iymon ham, yaxshi-yu yomon qadarga iymon ham shariat ko'rsatmasi bo'yicha bo'lishi lozim. Iymon mazkur sifat va darajada bo'lgandagina haqiqiy iymon bo'ladi.
dinning e'tiqod qismiga oid ta'limotlarining iymon deb atalishini shundan bilib olamiz. Savol beruvchining 3-savoli menga ehsondan xabar ber deyish bo'ldi. Ehson lug'atda yaxshilik qilish, go'zal ish degan ma'nolarni anglatadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam javobda ehsonning ta'rifini bayon qilib, Allohga xuddi uni ko'rib turganingdek ibodat qilmog'ing. Agar sen uni ko'rmasang, u seni ko'rib turur, dedilar. Shundan kelib chiqib, musulmon odam har lahzada Alloh taoloni ko'rib turgandek ixlos bilan yashamog'i, u zotning roziligini olishga harakat qilmog'i kerak. Agar bu oliy maqomga erishishga ojizlik qilsa, har lahzasini Alloh taolo meni ko'rib turibdi degan e'tiqod bilan o'tkazib, o'shanga yarasha harakatda bo'lishi lozim. Ana o'shandagina u ehsonning quyi darajasiga erishgan bo'ladi. Bu hadisi sharifda zikr qilingan 3 narsaning hammasi qo'shilib din deyiladi. Chunki ushbu savollarni bergan shaxs haqida Nabiy sallallohu alayhi va sallam albatta u Jabroildir. Sizlarga diningizni o'rgatgani kelibdi, dedilar. Ya'ni uning bergan savollari odamlarga dinlarini o'rgatish maqsadida berilgan savollar edi, dedilar. Demak, mazkur savollarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tomonlaridan berilgan javoblarda zikr qilingan masalalarning majmuasi din ekani tushuniladi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, iymon, islom va ehsonning birikuvidan din hosil bo'lar ekan. Iymoni, ya'ni e'tiqod masalalariga oid ilohiy ta'limotlar to'plami odatda aqida deb ataladigan bo'lib qolgan. Bu qismga oid ilm aqoid ilmi deyiladi. Ushbu hadisda zikr qilingan dinning islom deb atalgan amaliy qismi shariat ham deyiladi. Bu qismga oid masalalar bilan fiqh ilmi shug'ullanadi. Ehson dinning qalb tarbiyasiga bog'liq qismi bo'lib, uni odatda tariqat ham deyiladi. Bu qismga oid diniy ta'limotlarni o'rgatadigan ilm tasavvuf ilmi deb ataladigan bo'lib qolgan. Albatta dinning mazkur 3 tarkibiy qismiga oid ma'lumotlar faqat yuqorida zikr qilingan Jabroil hadisi bilan chegaralanib qolmagan, balki Qur'oni Karim, sunnat va boshqa